O'zbekistonda hokim o'rinbosarlari va yordamchilari pora bilan qo'lga tushishda davom etyapti. Bu safar Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona va Namanganda ularning noqonuniy harakatlarini aniqladi. Xususan Farg'ona viloyati Bag'dod tumani hokimi o'rinbosari fuqaro tomonidan ijara huquqi asosida yutib olingan 2,4 sotiq yerni boshqa bir kishiga mulk huquqi bilan o'tkazib berishni va'da qilib, buning uchun $8,000 talab qilgan. U so'ralgan pulni olgan vaqtida qo'lga olingan. Namanganda esa shahar hokimining mahallalardan biridagi yordamchisi fuqaroga yashil makon loyihasi uchun ajratilgan yerning 8 sotiqiga dalolatnoma rasmiylashtirib, undan 1 yil davomida noturar sifatida foydalanib turish va undan so'ng yer toifasi qarorini turar joy toifasiga o'zgartirib berishni va'da qilgan. Bu xizmati uchun esa $6,000 talab qilgan. U ham bu pullarni olayotgan vaqtida ushlangan. Boshqa bir holatda esa Yangi Namangan tumani mahallalaridan biridagi hokim yordamchisi 12 sotiq davlat zaxirasidagi yerning hujjatlarini rasmiylashtirib berish uchun fuqarodan $16,000 talab qilgan. U pullardan $6,000 olgan vaqtida qo'lga olingan. Hozirda mazkur mansabdor shaxslarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilyapti.